Odoblar hadislari sharhining navbatdagi fadilatul zikr, Allohni zikr qilishlik fazilati to'g'risidagi hadisni ma'nolari to'g'risida inshaalloh suhbatlashamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. أخرجه أبو داود. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat dedi: biror bir qavm bir majlisda o'tirib Allohni zikr qilmas ekanlar, Alloh taoloni u majlisda zikr qilmas ekanlar va o'zlarini payg'ambari bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi vasallamga salovat aytmas ekanlar, faqatgina ularga nuqsonlik va hasrat va nadomatgina bo'lur. Alloh taolo agar xohlasa ularni azoblaydi va xohlasa ularni kechiradi. Abu Davud rivoyati. Mana bu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam majlisda bo'ladigan holatni hukmini zikr qilyapti. Biror bir majlis bo'lmasin, u majlisda Alloh taolo eslanmaydigan bo'lsa, Alloh taolo eslanmaydigan bo'lsa va Muhammad sallallohu alayhi vasallamga salovatlar aytilmaydigan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytayaptiki, u majlislari ular uchun nuqsonlik bo'ladi. Ya'ni nuqsonlik degani kelajakdagi amallari, kelajakdagi bo'ladigan ularga Alloh taolo tomonidan beriladigan narsalar faqatgina nuqsongina bo'ladi. Ya'ni ularga hech qanday yaxshilik bo'lmaydi. Va yana tiroh kalimasining ma'nosi ba'zi ulamolar hasrat va nadomatdir deydi. Ya'ni ana shu majlislari ular uchun faqatgina o'kinish bo'ladi. Ular uchun faqatgina ana shu to'plangan majlislari ular uchun faqatgina ziyonigagina hujjat bo'ladi. Ana shu majlislarni ular faqatgina hasrat va nadomat bilan esga oladilar. Bilasizlar, qiyomat paytida har bir namoya amal berilgandan keyin har bir inson qilgan amallari uchun u javob beradi. Ularga, insonlarga o'zlarining jildlari va qo'llari va oyoqlari, barcha a'zolari guvohlik beradi. Qur'onda keladi bu. Barchasi guvohlik berib turib nima qilganlarini aytib beradi. Mana shu majlislari eslangan paytda, qiyomatda ularga faqatgina hasrat va nadomat bo'ladi. Ya'ni ana shu majlisda o'tirmasam qaniydigina deydi. Qanday majlis bo'lmasin, qanday to'planish bo'lmasin, qanday yig'ilish bo'lmasin, u yerda Alloh taolo zikr qilinmaydigan bo'lsa, u yerda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salovat aytilmaydigan bo'lsa, Rasululloh uni xabarini beryaptiki, ana shu o'tirgan majlislari u yerda ular uchun faqatgina hasrat va nadomat va nuqsonligina bo'lur deyapti. Chunki Alloh taolo aytadiki, "Fazkuruni azkurkum", meni eslanglar, men sizlarni eslayman deyapti. Va yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshqa hadisda aytadiki, Allohni zikr qiladigan bilan zikr qilmaydiganning misoli o'lik bilan tirikning misoli kabidir deydi. Ya'ni Allohning nazdida Allohni eslaydiganlargina ular tiriklardir. Qolganlar ular o'liklar. Va yana hadisning davomida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dediki, ana shunday majlisda bo'lganlarning hukmini Alloh taologa havoladir. Ya'ni bir majlis bo'ladi-da, u yerda to'planadi. U yerda har xil narsalar zikr etiladi, ammo Alloh zikr etilmaydigan bo'lsa va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salovat aytilmaydigan bo'lsa, ularning hukmi endi Allohga havola. Bu juda ham og'ir hukmdir. Rasululloh aytayaptiki, sallallohu alayhi vasallam, "Fa in sha'a azabahum", Alloh taolo ularni xohlasa azoblab yuboradi qiyomatda. Ana shu o'tirganligi uchun azoblaydi xohlasa. Va in sha'a ghafara lahum, agarda Alloh xohlasa ularni kechirib yuboradi. Bu Alloh taoloning mashiasi, xohishi ostidadir. Shunday majlisda bo'ladiki, u majlisda Alloh taoloni hech qanday zikri bo'lmaydi. Ya'ni Alloh Xudo u yerda eslanmaydi. Alloh iloh bo'lgan zot u yerda umuman eslanmaydi. Shu darajada g'aflatga sho'ng'ib ketishadiki, ana shu majlisdagilar Allohni mutlaqo unutib qo'yishadi. Ya'ni Alloh xohlasa ham deyilmay qoladi-da. Bizda urfda gaplar bor. Alloh xohlasa, Xudo xohlasa deb qo'yamiz, inshaalloh deb qo'yamiz. Shunday holatlar bo'lar ekanki, ana shunday gaplar ham u majlisda aytilmay qoladi. Chunki munofiqlarni Alloh taolo xabar berayotganda, "Va la yazkurunalloha illa qalila", munofiqlar Alloh taoloni juda ham oz eslaydilar dedi. Ya'ni munofiq bo'lib turib, ya'ni ularning xislatlari qanday bo'lar ekan? Allohni zikr qilishar ekan ular ham, munofiq bo'lsa ham. Ammo magar qalil, juda ham oz holatdagina Allohni ular eslashadi. Ya'ni munofiqlarning sifati Allohni eslaydigan bo'lib tursa-yu, Allohni eslamaydigan qavmning sifati qanday bo'ladi? Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam deyapti, "Fa in sha'a azabahum", Alloh taolo xohlasa ularni azoblaydi. Xohlasa ularni kechirib yuboradi deyapti. Chunki bu Allohni eslamaydigan qavm munofiqlikdan ham past, munofiqning ishidan ham past ishni qilgan bo'ladi-da. Chunki munofiq
ozdan bo'lsa ham Allohni eslab turadi. Ammo majlislarda Allohni eslamaydiganlar ana shu munofiqchalik ham bo'lmay qoladi. Vaidud zikr, Alloh taoloni eslashlik zikr, Alloh taoloni zikr qilishlikni, ya'ni eslashlikning foydalaridan. Yatrudush shayton va yurdir rahman. Allohni eslashlik shaytonni quviydi. Chunki qayerda siz bismillah deydigan bo'lsangiz, shayton qochadi. A'udhu billahi minash shayton desiz, ar-rajim desiz, shayton qochib ketadi. Allohni esladigan bo'lsangiz, bu Rahmon bo'lgan Allohni rozi qiladigan ishdir bu. Alloh taoloni eslashlik shaytonni quviydi va Rahmonni rozi qiladi. Mana bu Alloh taoloni zikr qilishlik, insonni Alloh taoloni eslashligi ham g'am va tashvishlarni ketkazadi va yana kengchilik va barakani va xursandchiliklarni olib kelishlikka sababchi bo'ladi. Bu Alloh taoloni eslashlikning foydalaridan. Va yana yunawwirul wajha va yajlibur rizq. Va Allohni eslashlik yuzni nurli qiladi va rizqni keng qilib qo'yadi. Bu Alloh taoloni eslashlikning fazilatlaridan. Yurithu muhabbatallohi lil abd. Alloh taoloni u banda sevadigan bo'lib qoladi. Alloh taoloni tez-tez eslab turadigan banda u Allohni yaxshi ko'ra boshlaydi. U Alloh taoloni buyruqlarini sevib qiladi. Alloh taoloni qaytariqlardan qo'rqib qaytadi. Bu faqatgina Alloh taoloni zikr qilib yuradigan odamdagina bo'ladigan narsa. Shuning uchun ham odam nimani ko'p eplasa, nimani ko'p eslaydigan bo'lsa, nimani ko'p o'ylaydigan bo'lsa, unga nisbatan muhabbat oshib borar ekan-da. Demak, Alloh taoloni zikr qilib yuradigan odamda muhabbat kimga bo'ladi ko'proq? Allohgagina bo'ladi. Va yurithu muhabbatal abdi lillahi va muraqabatahu va ma'rifatahu va ar-ruju'a ilayhi wal qurba minhu. Mana bu Alloh taoloni zikr qilishlik bandaga Alloh taoloni muhabbatini samaraga kelgizgandek va Alloh taolo uni hamisha muroqaba qilib kuzatib turishligini ham banda his qila boshlaydi. Va yana banda Robbisini taniy boshlaydi, ma'rifasiga ega bo'la boshlaydi. Va yana doim biror bir xato ish qo'ysa, tezda unga qaytuvchilardan bo'ladi. Alloh taoloni tez eslaydigan odam biror xato ish qo'ydimi, tezda Allohga qaytadi. Allohga qaytib turib tavba qiladi gunohiga. Mana bu Alloh taoloni zikr qilishlikning fazilatlaridan. Yuhyil qalb va yuzilul wahsha baynal abdi va robbih. Alloh taoloni zikr qilishlikni foydalaridan shuki, qalbni bu yashnatadi. Uni qalbi tirik qalblarga aylanadi. Chunki Alloh taolo aytadiki: "Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Kimda kim meni zikrimdan, meni eslashlikdan bosh tortadigan bo'lsa, bas batahqiq albatta unga tor hayot bo'lur. Ya'ni inson qachonki Alloh taoloni zikridan uzoqlashadigan bo'lsa, Alloh taoloni unuta boshlaydigan bo'lsa, bilaversinki uni hayotida torchilik boshlanadi. Uni qalbi toraya boshlaydi. U uchun dunyo toraya boshlaydi. Dunyo qorong'ulasha boshlaydi. U insonda hayotda hech qanday baraka qolmaydi. U insonning yuzida hech qanday nur qolmaydi. U insonda hech qachon baxtlilik, baxtiyorlik topilmaydi. U insonning qalbi o'la boshlaydi. Mana bu Alloh taoloni eslashlikni ko'paytirishlik, Alloh taoloni zikr qilishni ko'paytirishlik qalbni yana qaytalatdan yashata boshlaydi. Yahuttus sayyi'at va yanfa'u sohibahu 'inda ash-shada'id. Mana bu Alloh taoloni zikr qilishlik gunohlarni o'chirib tashlaydida, yo'qotib yuboradida va yana o'z sohibiga, kim Allohni zikr qiladigan bo'lsa, zikr qiluvchi kimsaga shunday foyda beradiki, qiyin kunlarda bunga yordam beradi. Mana bu Alloh taoloning zikridir. Eng asosiy bo'lgan Alloh taoloni eslashlikni samaralaridan bo'lgan samara shuki, bu insonga xotirjamlik beradi. Atrofga qaranglar, insonlar muammolar ichida, insonlar tashvishlar, g'amlar ichida, insonlar siqilayotgan, insonlar qayg'urayotgan, insonlar xafa bo'layotgan, mahzun bo'layotgan. Ammo mana shularni barchasini ketkazuvchi bo'lgan yagona narsa bu Alloh taoloni eslashlik. Chunki Alloh taolo sodiqdir, rostgo'ydir va o'z oyatida shunday marhamat qiladiki: "Allazina amanu va tatma'innu qulubuhum bi zikrillah." Ular shunday mu'minlarki, ular shunday kimsalarki iymon keltiradilar. Ular shunday mu'minlarki, qalblari Alloh taoloni zikri ila eslashlik ila xotirjam bo'lganlardir. Va yana davomida ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Alloh taoloni zikri ila qalblar xotirjam bo'lmaydimi deb turib Alloh taolo aytadi. Balki shundaydir. Alloh taoloni zikri bilangina buni ma'nosi shundayki, Alloh taolo bu so'rov oyati, bu istifhom oyati shunday ma'noda anglatadiki, ya'ni mana shuginadir degani. Alloh taoloni zikri bilangina qalblar orom topur. Alloh taoloni zikri bilangina qalblar xotirjam bo'lur. Demak, musulmon banda qachonki Alloh taoloni doim eslaydigan bo'lsa, Robbisi uni tevada ko'rib turganligini,
barcha ishlarini bilib turganligini, uni g'am tashvishlarini ko'rib turganligini, bilishligini banda his qiladigan bo'lsa, haqiqatini ta'ammul qiladigan bo'lsa, u banda endi xotirjam bo'ladi. Nimaga xotirjam bo'ladi? Chunki u Allohni eslayapti. Robbisi hamma narsaga qodirligini biladi. Hamma narsa Robbisini qo'lidaligini biladi. Robbisi bo'l deyishligi bilan bo'lishligini biladi. Robbisi mana bu bandamning musibatlari ketsin deyishligi bilan ketishligini u banda biladi. Shuning uchun u banda demak xotirjam bo'ladi. Nimani evaziga desa, u banda Robbisini eslayotganligini evaziga. As-salatu ala nabiy sallallohu alayhi va sallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salovat aytishlik. Shubha yo'qki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salovat aytishlik bu juda ham ulkan, shariatimizda ulkan bo'lgan savobi, ajri juda ham katta bo'lgan amallardandir. Va bu Alloh taoloni suyuntiradigan, Alloh taologa bandani yaqinlashtiradigan amallardandir. Buni foydalari juda ham cheksiz. Biz Alloh taoloning zikrini foydalarini sanab chiqdik, bir nechasini. Bu kitobda juda ham ko'p yozilgan, ammo tugatolmaymiz o'z aslida Alloh taoloning zikrini foydalarini sanaydigan bo'lsak. Va shu kabi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salovat aytishlikning foydalari ham juda ham cheksiz. Muallif bu yerda Allohu a'lam 30 ta 40 taga yaqin foydani sanagan. Ulardan eng asosiylarini aytib o'tamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salovat aytishlikning lafzi qanday bo'ladi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bir necha siyg'alarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salovat aytishlikning siyg'alari kelgan. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qanday salovat aytiladi? Nima desa, u banda Rasulullohga salovat aytgan bo'ladi. O'zi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salovat aytishlik bu nima? Qur'onda innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy degan oyat bor. Albatta Alloh va uning mala'ikalari nabiyga, ya'ni payg'ambarga salomlar aytur deb turib oyatda marhamat qiladi. Buni ma'nosi nima desa, Alloh taolo aytgan salovat, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytgan salovat bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga sanodir, ya'ni maqtovdir. Alloh taolo payg'ambarni maqtaydi degan ma'no. Ammo bandalarni, musulmon bandalarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salovat aytishlari bu uni haqqiga duo qilishlar, uni ulug'lashlikni anglatadi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam salovat bo'lsin degani Alloh taoloning duosi bo'lsin, salomi bo'lsin, salovati bo'lsin, maqtovi bo'lsin degan ma'noni anglatadi. Endi musulmon banda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Allohning saloti va salomlari bo'lsin deyishligini siyg'alari qanday kelgan? Qanday musulmon banda nima desaki, shuni degan bo'ladi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salovat etgan bo'ladi. Buni lafzlari, siyg'alari juda ham xilma-xil bo'lib kelgan. Ulardan eng mashhuri va eng sahihrog'i va yana savob eng ko'prog'i Allohu a'lam ulamolar nazdida bu salatul ibrohimiyya deydi. Buni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadislarida ko'p kelgan. Allohumma salli ala Muhammadin va ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrohim va ala ali Ibrohim va barik ala Muhammadin va ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrohim va ala ali Ibrohim innaka Hamidum Majid. Ya'ni Allohim Muhammad sallallohu alayhi vasallamga salomlar aytgan degan deb turib biz duo qilamiz. Allohumma degani Allohim ijobat et. Ya'ni Allohumma degani Allohga duo tarzda banda yuzlanayotgan bo'ladi. Ya'ni Allohdan ana shu narsani banda talab qilayotgan bo'ladi. Ya'ni ey Allohim Muhammad sallallohu alayhi vasallamga salomingni yuborgin, aytgan deb turib biz duo qilayotgan bo'lamiz. Allohumma salli ala Muhammad degan bo'lsak, biz Alloh taolodan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salovat talab qilayotgan bo'lamiz. Ya'ni salovatning eng mashhuri shu va yana eng qisqasi va yana sunnatga muvofiqrog'i Allohumma salli ala Muhammad yoki Allohumma salli ala nabiyyina Muhammad deb yurishlik. Bu eng sunnatga yaqinrog'i va ko'proq sunnat hadislarda kelgan lafzi mana shu bo'ladi. Va yana Rasululloh nomlarini eshitganda, Muhammad ismini eshitganda, Rasulullohligini bilib turib eshitganligimizda va payg'ambar degan eshitgan yoki Rasululloh degan biz kalimani eshitsak, biz sallallohu alayhi va sallam deymiz. Buni ma'nosi unga Allohning salovati, Allohning duosi bo'lsin, salomi bo'lsin va salovati bo'lsin degan ma'noni anglatadi. Va yana bu hamisha banda salovat aytishlik hukmi hamisha banda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salovat aytib yurishligi bu mustahab amal. Ya'ni mustahab degani Qur'onda mana shuni qilsanglar savobli amal, qilmasanglar gunoh emas degan amalning hukmi ota bu mustahab deyiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga har onda banda qancha ko'p aytsa va aytib yurishlikka odatlansa, bu amal mustahabdir, ya'ni suyukli bo'lgan amaldir. Uni qilsa savob bo'ladi, qilmasa gunoh bo'lmaydi. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning nomini eshitganda inson Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salovat aytmaydigan bo'lsa, unga va'id bordir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan unga va'id bordir. Ya'ni uni haqqiga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam badduo qilganlar. Ya'ni minbarga ko'tarilayotgan paytda
3 martalab amin deydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shunda sahobalar so'rashganda, nimaga 3 marta amin dedingiz deganda, birisi Ramazon keladi-yu, banda gunohlardan tavba qilib, gunohlardan poklanib olmaydigan bo'lsa, uni burni yerga ishqalansin, turib Jibril kelib turib duo qiladi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam amin deydi. Allohim ijobat et deydi. Ya'ni amin degani Allohim ijobat et degani. Va yana ikkinchisida kimda kim Muhammadning otini eshitib unga salovat aytmaydigan bo'lsa, uni burni yerga ishqalansin turib Jibril aytganda alayhissalom Rasululloh sollallohu alayhi vasallam amin deydi. Nimaga endi biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga salovat aytmasak, uni nomini eshitganda biz burnimiz yerga ishqalansin bo'lib qoladi desa, chunki bizlarni o'tdan qutqarilib qolishligimizga yagona sababchi bo'lgan zot bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdir. Ummatni hidoyatga sababchi bo'lgan zot udir. Ummatni ustida uni fazilatli bo'lgan, uni ustida ummatni ustida haqqi bor bo'lgan, yakka yagona bo'lgan kimsa va fazilatli bo'lgan kimsa u Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdir. U bizga katta yaxshilik qilgan, qanday biz unga haqiqat qilmaymiz. Ya'ni bu nechikanda nonko'rlik qiladi-da. Rasululloh deganda sollallohu alayhi vasallam demaydigan odam, unga salovat aytmaydigan odam unga noshukrlik qilayotgan bo'ladi. Chunki uni yaxshiligini unutib qo'yayotgan qoladi. Uni fazilatlaridan shuki, kimda kim Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bitta salovat aytgan bo'lsa, ana shu salovat bilan birgalikda Alloh taolo unga 10 ta salovat qaytarib aytadi. Faraz qiling, sollallohu alayhi vasallam dedingiz yoki Allohumma solli ala Muhammad dedingiz. Ana shu deganingizga bitta aytib qo'yganingizga Alloh taolo sizga javob qaytaryapti. Alloh taolo sizga ana shu salovatingiz bilan bitta aytgan salovatingizga rad qilib, javoban sizga 10 marta salovat aytadi. Sizga 10 marta salom aytadi. Alloh taolo aytadi. Robbul alamin bo'lgan, barcha narsani yaratuvchi, xoliqi bo'lgan Alloh, buyuk bo'lgan Alloh sizga falonchiga salom bo'lsin deb turib aytsa, qanday yaxshi bu. Bu hadisga keladi. Man salla alayya salatan wahida, kimda kim menga Muhammad sollallohu alayhi vasallam aytadiki, kimda kim menga bir salovat aytadigan bo'lsa, sallallohu alayhi biha ashran. Alloh taolo ana shu aytgan salovati bilan unga 10 ta salovat aytur deyapti. Ya'ni siz bitta sallallohu alayhi vasallam deb qo'ysangiz, Alloh taolo uni sizga 10 ta qilib qaytaradi. Sizga Alloh salom aytadi. Bu eng katta fazilatdir. Chunki Alloh taoloning eng habibi bo'lgan, eng suyukli xalqi bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi vasallamga siz salovat aytgan bo'lsangiz, uni Alloh taolo yaxshi ko'radi. Chunki u Alloh taoloning eng yaqin do'stidir. Tushunarlimi? Chunki Alloh taoloning u eng yaqin do'stidir. Alloh taoloning eng yaqin do'stlariga yaxshi muomala qilgan odamlarni Alloh taolo suyadi. Shuning uchun ulamolar aytadi-yu, ba'zi narsalarni Alloh taolo berkitib qo'ydi. Qolgan narsalarni ham ana shu narsalardan ehtiyot bo'lishi uchun qolgan narsalarni hammasidan ehtiyot bo'lib yurasan. Misol uchun Alloh taolo juma kunida duo ijobat bo'ladigan bir payt bor. U paytda duo qiladi, odam uning duosi rad bo'lmaydi hech qachon, ya'ni qaytarilmaydi. Doim shunday ijobat bo'ladi, so'zsiz pardasiz qilganda shunday ijobat bo'ladi. Juma kunida bir soat bor deydi, ya'ni bir vaqt bor degani. Ana shu vaqt qaysiligi to'g'risida ulamolar juda ixtilof qiladi. Ba'zi ulamolar xotib xutba qilgani innal hamdalillah deb turib anaqa ko'tariladi-yu mehrob minbarga. Ana shu ko'tarilgan paytdan to tushunga davr deyshadi, ana shu payt fazilatli payt. Ba'zilar ikkita xutbani o'rtasida deyshadi, imom o'tirib duo qiladi-yu. Ana shunday deyshadi. Ba'zilar juma kunida asrdan keyin to quyosh botgunga davr, ya'ni jumaning oxirgi lahzalari ana shu paytda duolar ijobat bo'ladigan payt deb turib ulamolar ixtilof qiladi. Ya'ni hech qaysi bir qat'iy qavli kelmaydi. To'g'ri, ba'zilar aksariyati asrdan keyin deyshgan va ba'zilari minbarga ko'tarilganda deyshgan. Ikkita eng mashhur qaul bor, lekin hech qaysi bir qavlga ittifoq qilmaganda. Ya'ni bu nima hikmati nima desa, Alloh taolo ana shunday fazilatli vaqtni bekitib qo'ygan. Sababi shuki, hikmati shuki, musulmon bandalar juma kuni har soatni ibodatda o'tkazsin degani. Ertamandan kechga davr ana shu soatga yetishib qoladi turib musulmon banda haris bo'lib turib, bilmayman qaysi paytlaring, lekin men ertamandan kechga davr o'tirsam ana shu paytda fazilatga erishib qolaman deb turib, duoyim ijobat qilib turib, musulmon banda kechga davr juma kunida ibodatda o'tkazishligini Alloh taolo xohlagani shu, hikmati shu. Va yana Alloh taolo Qadr tunini yashirib qo'ygan. Qadr tunini yashirib qo'ygan oxirgi 10 kunlar deydi. Ba'zi ulamolar tog' kunlarda mutlaqo deydi. Ya'ni Ramazonning 1idan boshlab 30ga davr tog' kunlarida deydi. Ba'zi ulamolar 27sida deydi. Ba'zi ulamolar 21da aniq deyshadi. Ba'zi ulamolar 25da deydi. Ba'zilar 23da deydi. Hammasi hadislar kelganda. Buni hikmati nima? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni unutib qo'yishlikning hikmati nima desa, Alloh taolo shuni xohlaganki, bizdan Ramazonning har bir kunini ibodatda o'tkazishligimizni xohlagan. Nimaga desa, ana shu Laylatul Qadrga erishib qolay fazilatiga deb turib,
hamma kunining ibodat o'tishini turib, ana shu hikmatni ko'zlagan holatda Alloh taolo yashirib qo'yganda, xuddi xuddi shunga o'xshab Alloh taolo o'z do'stlarini, o'zini yaxshi ko'rgan bandalarini oshkora qilmasdan ularni yashirib qo'ygan. Banda buni hikmati nima desa, banda biror bir bandaga muomala qilayotgan paytda o'ylanib muomala qilsin. Chunki u Allohning do'sti bo'lib qolsa-chi, Allohning do'stini, Alloh suygan odamni, Alloh suygan maxluqni qalbini og'ritgan odamda yoki uni behurmat qilgan odamda Alloh taolo yaxshi ko'radimi ishonda? Alloh taologa bu osiylik qo'yishi mumkin deb turib, ulamolar xuddi shu sababdan hamma bashariyatga bir xilda yaxshi muomala qiling. Chunki bilmaysizki, u sizdan ko'ra Alloh taologa suyukliroq bo'lishi mumkin. Uni qalbini sindirib qo'ygan bo'lsangiz, shu bilan Alloh taolo sizni shunday yomon ko'rib qolishi mumkin, qaytib sizga yaxshi muomala qilmay qo'yishligi mumkin deb turib, ulamolar musulmon bandani qalbi Ka'badan ham ulug'dir, sha'ni hurmati deb turib aytishadi. Va yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga salovat aytishlikni fazilatlaridan duoni ijobat bo'lishligiga ko'proq sabab bo'ladi. Shuning uchun ham sunnatga muvofiq va salaf solihinlarning odatiga muvofiq duo qilmoqchi bo'lsa kimdir, duosini boshida Alloh taologa hamd aytgach, ortidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga salovat aytadi. Misol uchun alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah robbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azabannar. Va yana duo qilib bo'lgach, duo tugatayotganda ham va sallallohu vasallam ala nabiyyina Muhammad va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam salovatlar bilan va yana Alloh taologa hamdlar bilan alhamdulillahi robbil alamin yoki shunga o'xshash siyg'alar bilan duosini tugatadigan bo'lsa, mana shu duoni ijobat bo'lishiga sababchi bo'ladi. Ya'ni ko'proq umid qilinadi u duo ijobat bo'lishiga deb turib ulamolar hadislarga, oyatlarga tayangan holatda keltiradi. Agarda biz bu haqida hadislar, oyatlarni o'tadigan bo'lsak, darsimiz cho'zilib ketib qoladi. Shuning uchun ulamolarni mana shu gaplarini ba'zilari bilan cheklanamiz. Hada vallohu a'lam va sallallohu va sallama ala nabiyyina Muhammad valhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum.